Genetik tadqiqotlar dunyosida molekulyar klonlash asosiy usul hisoblanadi. Molekulyar klonlash rekombinant DNK molekulalarini yig'ish va ularni xo'jayin hujayralar ichida replikatsiya orqali amplifikatsiya qilish uchun ishlatiladi. Olimlar minglab genlar orasidan aynan o'zlariga kerakli bo'lgan genni qidirib topadilar. Interes bu aynan bizga kerakli bo'lgan ishchi gen. Regulyator element bu genni boshqaruvchi qism. Birinchi qadam vektor yaratishdan iborat. Boshqacha aytganda, bu keyingi bosqichda bizga kerak bo'ladigan DNK ketma-ketliklari joylashtirilgan DNK bo'lagidir. Vektorlarning eng ko'p qo'llaniladigan turi bu bakteriyalarda tabiiy ravishda uchraydigan plazmidlar deb nomlanuvchi kichik halqasimon DNK bo'lagidir. Antibiotiklarga chidamlilik geni va replikatsiya boshlanish nuqtasi plazmidning bakteriya hujayrasi ichida ko'payishini ta'minlaydi va undan keyin joylashtirilgan genning ekspressiyasini boshqaradi. Aksariyat restriksiya fermentlari o'sha aniq joylarda molekulyar qaychilar deb ataladi. Ushbu fermentativ jarayon yopishqoq uchli fermentlarni hosil qiladi. Ushbu yopishqoq uchlar keyinchalik turli DNK fragmentlarini birlashtiruvchi yelin vazifasini o'taydi. Asosiy vektor tayyor bo'lgach, qiziqish uyg'otgan DNK ketma-ketligini genomik DNK namunasidan PZR amplifikatsiyasi yoki klassik usul orqali xuddi vektorlardagi kabi osilib turuvchi uchlarni hosil qilish uchun yana restriksiya fermentlari bilan qayta ishlash mumkin. Insert va vektor kesilgandan so'ng ularni parchalash uchun ishlatilgan fermentlarning va kesib olingan ortiqcha bo'laklarni olib tashlash kerak bo'ladi. Buni gel purifikatsiya, ya'ni gel yordamida tozalash orqali amalga oshirish mumkin. Gel purifikatsiyada matritsa bo'ylab farqlash ustunliklaridan foydalanib, odatda manfiy zaryadlangan DNK uchun agaroza ishlatiladi. Dielektrik holatlar va insert turli xil migratsiya tezligi orqali o'zdan kesib tashlangan har qanday bo'laklardan ajratib olinishi mumkin. Gelni ma'lum vaqt davomida yurgizgandan so'ng bu har xil o'lchamdagi bo'laklar turli joylarda bo'ladi va ularni geldan alohida kesib olish mumkin. Ikkala parchalangan DNK fragmentlari birgalikda inkubatsiya qilinadi. Avvalroq restriktaza fermentlari yordamida hosil qilingan osilib turuvchi uchlar olimlarga fragmentlarning yopishqoq uchlari o'rtasidagi moslikni ta'minlagan holda kerakli DNKni vektor bilan birlashtirish imkonini beradi. Fragmentlarni bir-biriga yopishtirish uchun ligaza fermenti qo'shiladi. Endi bu molekula rekombinant DNK deb ataladi, chunki reaksiya tarkibida to'g'ri yig'ilgan yoki parchalanmagan qo'shimcha mahsulotlar ham bo'lishi mumkin. Ish DNKni transformatsiya deb ataladigan jarayon orqali Escherichia coli bakteriyalar kabi xo'jayin organizmga kiritish bilan davom etadi. Transformatsiya paytida bakteriya hujayralari komponent holatga keltiriladi, ya'ni ular o'z muhitidan tashqi DNKni qabul qilish qobiliyatiga ega bo'ladi.
transformatsiya bo'lmagan hujayralar nobud bo'ladi. Biroq antibiotikka chidamlilik genining mavjudligi rekombinant DNK molekulasi aynan kutilganidek yig'ilganligiga kafolat bermaydi. Shuning uchun olimlar klonlashda DNK fragmentining mavjudligi va butunligini tekshirishga o'tadilar. Klonlangan fragmentlar ketma-ketligini ma'lum bo'lgan ketma-ketliklar bilan solishtirilganda DNK sekvenlash kabi usullar olimlarga klonlash jarayonlarining muvaffaqiyatini tasdiqlash imkonini beradi. Molekulyar klonlash genetik tadqiqotlar sohasida kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu olimlarga tibbiyot va biotexnologiyada ulkan yutuqlarga erishish uchun genetikaning murakkabliklarini va kasalliklar mexanizmlarini o'rganish imkonini beradi.